Sirroz kasalliklari haqida men ma'lumot bermoqchiman. Sirroz kasalliklari antiimmuniy bo'lishi mumkin, ya'ni avloddan avlodga o'tib kelayotgan kasallik. Undan tashqari yoshligida sariq kasallik bo'lib, shuni to'liq davolanmagan bemorlarda ham bo'ladi. Va undan tashqari hammamizga ma'lumki, viruslar oqibatida ham sirroz kasalliklari kelib chiqadi. Masalan, o'sha pedikur-medikurlarga borgan paytda stomatologiya va hokazo qon bilan ishlash holatida o'tadigan kasalliklar hisoblanadi. Bu kasalliklar, bular ham sirroz kasalliklariga to'g'ridan to'g'ri olib boryapti. Bu kasalliklar, sirroz kasalliklari paydo bo'lgandan keyin biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yoniga yondosh kasallik, ya'ni qon kasalligi ham kelib chiqyapti. Qon tomir devorlarining yorilishi va bemorda anemiya holatlari, ya'ni yondosh kasallik avtomatik paydo bo'ladi. Bu esa sirroz kasalliklarida qizil o'ngachdan qon ketish, burun qonashi, milkning o'z-o'zidan qonashi, tanada yana ko'karishlarni paydo bo'lishi bu sirroz kasalliklarida ham kuzatiladi. Mana shunday holatlarda ham tushkunlikka tushmang. Masalan, bizga analizlaringiz bilan murojaat qiling. Qon tomir devorlarini mustahkamlab, qizil o'ngachdan qon ketgan paytda klips qilishadi, tikishadi. O'sha holatlarni tabiiy holatda bitirishga yordam beramiz. Xudo xolasa, avvalo Alloh, tushkunlikka tushmang. Bizga mana shu analiz diagnozlaringiz bilan murojaat qiling va sirroz og'ir kasallarga ham biz 50 ga 50 deb 40 kunlik muolaja beramiz. Mana shu 40 kun ichida jigar mahsulotimizni qabul qilsa, qon tomir devorlari to'liq mustahkamlanib, ularda ham trombositlarning asta-sekinlik bilan tushib borishlari kuzatiladi. Ana o'sha trombositlarni ko'tarishga bizning mahsulotimizning kuchi yetsa, muolaja davom etib, bemor to'liq yaxshi bo'lib ketyapti. Undan tashqari mana shu sirroz kasalliklarda trombositlarni ko'tarib berish holati bo'yicha 2018-yil Yunusoboddagi virusologiya ilmiy tekshirish institutida 30-60 ga yaqin bemorlarda biz shu narsani qo'llaganmiz va 10 kun ichida juda katta natijalarga erishganman.